Obunachilar sizlar bilan Jo'xim Shoh. Bugungi videomizda biz so'roq qilamiz. Nimaga bu divanni buzilish kerak deb eshitmoqchi edim. Deb so'raydigan bo'lsalaringman. Anaqa qilmoqchiman. O'zimga sirli joy qilmoqchiman. Sirli joyimiz shunaqa bo'ladi hozir. Sirli joy qilamiz. Bitta sandiq yasasam bo'lgan. Shunday qilamiz keyin. Çok. Girişimiz kerak. Yonimizda shuncha daraxtzorlar turibdi, o'shalardan bittasini mana shuni buzamiz. Qancha ketgan? Kech bo'ladi, kech bo'lyapti bo'ldi. Hozir kech bo'lganda o'zimizga kurashimiz kerak. Ya'ni bunker. O'zimizni bunkerchamizga kirishimiz kerak. Onlarni mayda men qurgur. Anaqa qilishimiz kerak. Yer ostiga qurishimiz kerak. Hop. Anam bo'ldi. İşletişki zo'r smartfon qidiryapsizmi? Samsung Galaxy A55. Bunda chegara bor. Shuni aytgan onam. Chegarani bilgandan men degan, "O qizim, yurasanmi?" degan. Mana yo'lda ketganlarga. Shuni aytgan qizim. Просто diktatga boylarni qo'yish kerak bo'ldi. Просто men shunga qurdim buni. Bola endi men qanaqa qilib qilaman deb turganlar bo'lsa, qo'rqmanglar, hammasi meni nazoratim ostida deydi-ku. Biz ham shunaqa qilamiz, qarab turinglar. Buni bunday qo'yamiz, buni mana shunday qo'yamiz dedik. Shunday yotoqda qo'yib turib, mana shu yerga bunday tushamiz-da, qo'rqmanglar, hammasi mening nazoratim ostida qilib tashlaymiz. Keyin даже boshqasini qo'yarman, buni buzish kerak ekan. Mana buni qo'yish kerak edi. Mana endi mana bu. Hozir bunachalar hozir nima hozir sirli joyga biraz dedikçe doğru. Tez. Hozir baba buzamiz. O'zim mana obunachilar sizlarga bitta gap aytadigan bo'lsam, deydiga kelib qoldim. O'shani sinab ko'rmoqchi bo'ldim va o'shani sinab ko'rdim, lekin o'xshaydi shekilli, bilmadim. Amma burga ham hozir deb qo'ysak bolasini joyga kursi bo'lar. Faqat 2 etajli qilsa bo'lar-ku, u 2 etajli qilsa
sho'rva qilmaganmi? Ha, tez bolalarga bunaqa qilishim kerak. Men siz uchun cho'tga o'zgarib qo'yib beraman. Okey. Baqa sandiq qo'yganmiz. Sizli joyda ham o'xshatdim desam bo'ladi pashti. Nimaga deyman obunachilar? Shunisi bo'ladi, deb qiyasan. Shuncha shularni qatdan yodlab aytib beryapsan menga. Voy, telegramdan bitta zo'r bot topib oldim. Mana shu botdan hamma ashulalarni qisqacha chiqib eshitib yuraman. Unda mana bu pulni oling-da. Ertaga yaxshi osh qilib 90-yillik hitlardan tayyorlab tursangiz, maza qilib ovqatlanamiz. Hozir obunachilar gapirmayapti deb o'ylamayman. Gapiraman, просто tak mana bu joylarni buzib tashlashimiz kerak biz. Tez buzganimizdan keyin qanday qo'yamizda bunisini bu yoqqa qo'yamiz. Просто tak mana shunaqa qilib qo'ysak ham bo'laveradi. Просто tak silsam. Obunachilar bularni anaqa bo'lmayapti-ku, sandiqni ochib unda mana bu narsalarni solib qo'yamizda, keyin tez mana bularni solib qo'yishimiz kerak. Kerak emas hozir bular bizga. Unda biz bir tashqarini aylanib kelish uchun bunday bir broniyamiz bor. Faqatgina qilich yetishmayapti bolalar. Qilichda olamiz va ko'chaga chiqish, qilichsiz ko'chaga chiqish xavf tug'diryapti menga. Qani ketdik endi, hozir chiqib turib qilichsiz chiqib bo'lmaydi. Bilsalaring obunachilar, ketdik, ovqat olib kelamiz. Tez anaqa qilishimiz kerak. Bola biz kreativda zo'r narsa qurmoqchi edim. Obunachilar lekin jicha qirramga kirib qoladi. Mana bunday tushib turib, bunday qildirib Mamatga ko'lab borib, matdan tushadigan joy qilsa bo'larmikan? Suralda ham qilsa bo'ladi obunachilar, uni bilsalaring. Valla unda biz boshladik ishni, tosh chiqib qolsa yo'ldan toshni ketkada buzamiz. Siz obunachilar, biz mana shuni qilmasak bo'lmaydi shekilli. Qilsak zo'r ish bo'lardi. Keyin biz agar qiynalib qolsak, mana shu joydan ham osongina qilib kirib ketish mumkin edi. Mayli, nima ham derdik endi. Tez harakat qilishdan boshqa ishimiz yo'q. Biz ilojimiz yo'q ekan, deb o'yladim. Buzish kelib vay bile.
Nashati mana shunday qilamiz deb tush ketadigan joy qoldi o'zimizga. Obunachilar ko'rib turibsizlar, o'zimizga oson joy qoldi. Agar monsterlardan qochish kerak bo'lib qolsa, mana shu yerdan mana shunday kirib ketib qolamiz. Zo'r bo'ldi, ammo bitta shoxtani ham buzib tashladik. Mana shunday tushib, to'g'ri yugurib, battan ham chiqib ketsa bo'ladi. Battan chiqib bo'lmaydi, batta. Buni buzib tashlash kerak. Teztizman bilan batlar buziladi ya. Buzilarkan to'g'ri. Mabladı buzsa bo'ladi hozir. Obunachilar shuna qilib buzganimizdan keyin biz anaqa qilaveramiz. Tez chiqamiz. Mabladı tez gidip pastga ovqat kerak ekan. Unda obunachilar, sizlar bilan xayrlashadigan paytimiz ham bo'lib qoldi. Unda hammaga xayr deb qolaman. Unda obunachilar, sizlar bilan jahon shoh bo'ldi. Unda biz videoga yakun yasaymiz. Video yoqqan bo'lsa hammaga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni so'rab qolardim. Unda hammaga xayr do'stlar.